İqamettim başqa hamda Uyg'urlarni boshqarishda yoki ma'lum darajada tutib turishda rezil siyosatning keyiniga qo'shilgan boshqa omillar bor bu yerda. Hammamiz bilamiz, Xitoyning ichida ma'lum bir mezgil vatanimizdan kichik bolalarni bo'lsin yoki cho'nglarni bo'lsin degandek har xil o'g'irlik qiladigan, yanchishlik qiladigan, hatto har xil buzuqchiliklarni qiladigan odamlarni atoydan yutkab opirib ichkariga ashlarni ishning ichiga kirgizish, oqsetish, yanchiqchilik qilish, o'g'irlik qilish degandek har xil ishlarga Xitoy hukumati o'zi yo'l qo'yib boshlatib turib, millatni boshlatib, mushundaq yuzini to'kib, hukumat o'zi bir qo'lliq organiz qilib mangan ishlar. Shunga o'xshagandek, ashini hamda ko'paytirib Turkiyaga kelsak, Turkiyadami Uyg'urningki bir beshini iqomat bilan, nopos bilan boshqarib, och qo'yib boshqarayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan yana o'zining ichidan ma'lum saqalliq, saqalsiz, kommunist, dinchi degandek har xil insonlarni o'tirib chiqarish orqali bularni o'zining yeniga tatib, bularni apirib Iroqqa bo'lsin, Suriyaga bo'lsin, ashalik apirib qalaymaqan ashi poqning ichiga tiqib, ekilib, shuning bular terrorchi degan u qalpoqni kiygizib, yana bir qismlarning ichiga Istanbuldagi va boshqa yerdagi oq sotadigan o'g'ri bulanchilarni Uyg'urlarning ichiga ekirib, ulni poqsidagi mülab hiç olmasa onun uy jarab berib, mashina jarab berib degandek bishimilni qilib, ish qilib, nima qilsin, Uyg'urni kontrol ostida tutib turadiganga ishlatadigan vosita bak rezil bo'lib ketib bordi. Oldi terrorchi degan qalpoqlarni kiygizib, kechi-kechilab uylardan akir ketgan ishlar mavjud. Yani kim qilyotdi shuni desa, yani Turkiyadagi insonlar qilyotdi shuni. Yani birisi ya Amerikadan yoki Xitoydan kelib qilpagini yo'q. Yana her siyaset o'zi bo'layotgan, o'zi boshqarayotgan yerlardan chiqyapti. Bunun hammasini mushlar o'zi o'ynayapti desak xatolashmaymiz. Bu mu millatni boshqarishning yana bir usuli. Bak vatanda vaqrab ketsang, sening ichingda terrorchi bor, ularni tozalash kerak deydi, o'rpi bana bo'ladi. Sel yana bir boshqa narsani ko'tarib chiqsa, sening ichinglarda oqchilar bor deydi, uni ko'tarib ayonga qurdi. Har xil vositalar, rezil narsalarning hammani ishlatib turib Uyg'urni boshqaryapti Turkiya. Türkiye'ni boshqarayotgan AK Parti Xitoyga o'xshash siyosatni yurgizyapti Uyg'urlarga. Balki Xitoylar shuni o'rgatayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu rezilliklarning ko'pini shu yer ostidan organiz qilib, yer ostidan o'rinlashtirib Uyg'urning to'piga suv qo'yg'achqa poq o'xshash. Xuddi Uyg'urlar o'zi qilayotgandek bilinadi Uyg'urlarga, amaliyotda undaq emas. İstanbulluqlar boshqurdi. İstanbulda har qanday Uyg'urning chataq chiqsa, ashning yenidan yana bir Turk ya Kürt ya boshqasi chiqdi. Uni mu boshqarayotgan yana mush hukumat bo'ladi. Mush hukumat yo'l vermasa, mush hukumat ashni qirg'izmasa qilmaydi. Uyg'ur ya Sharq Turkiston davosining qon besimi yuksilib, yuqori bir pallaga kelib yoki xalq orasida kun tartibni ishg'ol qilgandek holatga kelgan vaqtida şu zamatla Uyg'urning terrorchi ekanligi gazetlarga besildi. Şu zamatla Uyg'urning oqsetilayotganligi gazetlarga besildi. Şu zamatla Uyg'urning paloni yerda jaloblik qilayotganliklari gazetlarga besildi. Shuning bilan hamma ish sal paslaydi. Turkiya bu siyosatdan qutulgan bo'ladi. Bundaq chiqib ketgan vaqtida Sharq Turkiston davosining tanksiyoni deymiz-ku hamda. Qon besimi yuqorilab, hukumat ko'tarilmagidek darajaga kelgan vaqtida yo'g'inab ketib, xalq bir ish qilib bo'ldi deb xalqning isyoni boshlaydi degan vaqtida mo'shundaq narsalarni o'ttirib chiqiriblar, qaynayotgan qozon suv quygandeklar bizning kun Turkiyadagi kun tartibimizni nolga tushira oladi bular. Mo'shuni siyosatda rezil siyosatini yo'lga qo'yayotdi. Sırttan qarğan vaqtida biz özümüzden körümüz Uyg'urlar bek eski, mana ana Xitoydan qiladi demishagim kelib qilyapti o bu degandek, ama işte analiz yo'q. Hukumatning boshqarayotganligini ko'zdan saqit qilib, Uyg'ur kelib mashta qilyapti deb, yana gunohni o'zimizdan ko'rib, o'zimizni ochiq qilinib, mashta stress bo'lib ketadigan gap. Amaliyotda unda emas. Har yerdagi, har to'shikda bo'lsin, har mahalda bo'lsin, har noyida bo'lsin, cho'ng shaharda bo'lsin, her türlü kanunsuzluklarını, yakınmaydı, akmat işlerini, poqsıvaydın işlerini devletinin kolu bilen kığızıdı məlum adamlar. Bunu boşuna da düşünsek hatalaşmayımız.